Bu kanal 2 kun oldin ochilgan va 40 ta obunachi. Xullas do'stlar, sizlar ham shunaqa obunachingizni tez ko'paytirishni xohlasangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Men sizlarga buni o'rgataman. Mana shu Alisher degan o'rtog'imga obuna bo'lib qo'ying, iltimos. Agar sizning obunachingiz juda ham kam, 40 tadan kam bo'lsa, bu 2 kun oldin ochilgan. Mana 2 kun oldin mana shu postni qo'yganmiz birgalikda. Xullas shu payt ochilgan, 2 kun oldin ochilgan. Va maqsadimiz 100 ta obunachi deganmiz. Уже 40 ta bo'lib ketgan. 100 ta menimcha maqsadimizga erishamiz. Xullas Alisher Uzda mana shunday Alisher FF, ya'ni Alisher Uzda mana shunday videolari bor. Juda ham shu 2 kunda mana shuncha video va 3 ta katta video qo'ygan. Xullas qanday qilib obunachini ko'paytirishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana eng birinchi videosini 1200 ta ko'rgan. Xullas shunaqa videolar qo'ysangiz ham sizning obunachingiz 3-4 taga bo'lsa ham ko'payadi. Bunaqa katta videolardan ko'p qo'ying. Mana 22 ta, 21 ta va 5 ta obunachilar ham kelgan. Bu yerda obunachi kelmagan, shuncha odam ko'rgan. Shundan 22 tadan taxminan shu 5 tachasi obuna bo'ladi. Keyin Alisher shunaqa videolarni qo'yaverib, obunachisini 40 ta qilib olgan. Iltimos Alisherga obuna bo'lib qo'ying, 100 taga erishishi kerak.